Termiz davlat universiteti qoshida Janub Gavhari talabalar teatr studiyasi faoliyat yuritib kelmoqda. Ijodiy jamoa ulug' adib Chingiz Aytmatovning Momo yer asari asosida spektakl sahnalashtirdi. Farhod Boltaboyev rejissyorligidagi ushbu sahna asari tomoshabinlarning olqishiga sazovor bo'ldi. Muxbirimiz shoira Omon Turdiyeva mavzuni davom ettiradi. Talabalar tomonidan sahnada jonlantirilgan Momo yer bu nafaqat bir asarning namoyishi, balki muhabbat, sadoqat va insoniylik haqidagi chuqur falsafiy mulohazaning hayotga tatbiqidir. Chingiz Aytmatov qalamiga xos bo'lgan ruhiy teranlik, tabiatga muhabbat va inson qalbining murakkab qatlamlari sahnada Termiz davlat universiteti talabalari tomonidan qayta jonlanib, tomoshabin qalbidan chuqur joy oldi. Sahnada har bir harakat, har bir so'z, har bir nigoh asarning ruhini uyg'otdi. Momo yerning timsoli ona tabiatning, modomiki insonning ildizi bo'lgan zaminning iffatli va so'zsiz fig'oni, uning sabr matonati va iztirobli qiyofasi ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Spektakl orqali talabalar nafaqat dramaturgiya mahoratlarini, balki adabiy asarni his etish va uning ruhini xalqqa yetkazish salohiyatini ham namoyon qilishdi. Sahnadagi har bir daqiqada Chingiz Aytmatovning kalomi, zaminga va insonga bo'lgan muhabbati jonlandi. Falsafa, dramatizm va insoniy tuyg'ularga boy bo'lgan Momo yer asari talabalar ijrosida sahnada qayta tirildi. Termiz davlat universiteti talabalari tomonidan ijro etilgan spektakl tomoshabinlarga nafaqat ma'naviy zavq, balki yuraklarga ta'sir qiluvchi teran tafakkur ham bag'ishladi. Aliman obrazi, ya'ni o'sha To'lg'anoyning glavniy obrazini kelini obrazida edim. Obrazga tayyorgarlik 4 oy muddat vaqt oldi. Ustozlarim tayyorgarlik jarayonida aytishdiki, Alimanni dardi To'lg'anoynikidan og'ir. Sen o'sha dardni chiqarib berishing kerak odamlarga. Sen odamlarni yig'lata olishing kerak. Juda ham qo'rqqandim, juda ham mas'uliyatli rol edi. Sahnada muammolar bo'ldi. Eplab bera olarmikanman, hayajon, qo'llar qaltiragan, xatolar ketib qoldi, lekin shunaqangi kutishdi, men o'zimni ushlab qola olmadim. Men ancha ko'z yosh to'kdim. Chingiz Aytmatovning ijodidagi tabiat va inson munosabatlari, jang va tinchlik, muhabbat va yo'qotish mavzulari mazkur sahna asari orqali yana bir bor hayotga keldi. Asardagi Momo yer vatanning, ona tabiatning, xotin-qizning timsoli sifatida tirik va kuchli obrazda ifodalandi. Spektaklda asosiy rollarni turli yo'nalishlarda tahsil oluvchi iqtidorli talabalar ijro etdi. Ular har bir harakatda, har bir dialogda yozuvchining qalbdan chiqqan so'zlarini his etib, tinglovchilarga yetkazishga muvaffaq bo'lishdi. Bugun biz talabalar teatri bilan hamkorlikda Chingiz Aytmatovni Momo yer spektaklini sahnaga olib chiqdik. O'ylaymizki, bu spektaklimiz tomoshabinlarga manzur bo'ldi. Albatta eslatib o'taman, bu spektakl teatr repertuaridan o'rin olgan spektaklarimizdan bittasi. Ushbu spektaklda men ham To'lg'anoyni obrazini sahnaga olib chiqib gavdalantirganman va shu rolimda kechgan kechinmalarni mana shu talaba qizimizga tushuntirib, o'rgatib, o'zimdagi bor narsani mana shu kishiga o'rgatgan holda talabalar teatrida ham To'lg'anoy obrazini gavdalantirishga muvaffaq bo'ldik. Talabalar teatri tashkil bo'lgani yaxshi, teatrga o'sha talabalarimiz ichidagi mehr muhabbatni oshishi, mana shu albatta teatrda o'zlari jonli, o'zlarini tengdoshlari, o'zlarini kursdoshlari sahnada rol o'ynaganini ko'rgan talabalarimiz albatta teatrga yanada ishtiyoqlari oshib, teatr bilan hamkorligimiz bundanda ko'tarinki ruhda davom etadi degan umiddaman. Biz jamoa bilan ishladik. G'ora ustozimizning o'sha mashaqqatli mevasi sifatida bugun Momo yer spektakli tomoshabinlarga taqdim etildi va biz bundan juda
juda ham xursandmiz. Termiz davlat universitetining bilimga chanqoq va iste'dodli, iqtidorli yoshlar bugungi spektaklda ter to'kishdi va bugungi obrazim To'lg'anoy obrazini gavdalantirdim va bundan juda ham faxrlanaman, chunki eng og'ir va eng mashaqqatli obraz desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Buning uchun ustozimizga kattakon katta rahmat aytib qolaman. Barchamizga manzur bo'ldi degan umiddaman. To'lg'anoy obrazida ona obrazi gavdalantiriladi. 3 ta shu bolaning o'limi, vafot etganligini va kelinini ham vafot etganligida juda ham ayanchli hodisalar bo'ladi va o'shandan to'lqinlangan holda odam o'zida shu narsani his qiladi va kuch yig'adi va sabrli, matonatli hayotga bo'lgan muhabbatni yanada oshirishga xizmat qildi degan umiddamiz. Sahnadagi dekoratsiyalar, yorug'lik, musiqa va kostyumlar orqali 1940-yillar manzarasi qayta yaratildi. Bu bilan asar voqealari nafaqat eshitildi, balki ko'rildi, his etildi. Momo yerning sahnadagi talqini talabalarning badiiy dunyoqarashi, ijodkorlik salohiyati va milliy hamda jahon adabiyotiga bo'lgan ehtiromini yaqqol namoyon etdi. Eng muhimi, ushbu sahna asari tomoshabinlar xotirasida uzoq muddat saqlanib qolishi shubhasiz.